Diyetadagi opa-singillarim, yaqinroq kelinglar, sizlar uchun zo'r retsept tayyorladim. Brokkolilarni yaxshilab yuvib tozalab, qozonchaga solib, suv solib, tuz solib 15 daqiqaga qaynatib qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin suvdan suzib olib, kattaroq tovamizga qo'yamiz. Alohida idishimizga 6 tuxum chaqib, tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashgan massamizni brokkolilarning ustidan quyib chiqamiz. Ustini yopib dimlab qo'yamiz. 15 minut turgandan keyin qopqog'ini ochamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sirlarni ustiga sepib, xohishga ko'ra ko'katlarni ham sepib, yana 10 minutga dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, sochli, mazali, to'yimli hamda diyeta bo'lgan taomimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurichani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.